internatsional. Oqsaroy kempingga ham yetib kelgan-ku. Shu joyga kirib tamada qilib olgancha kamchiliklarni to'ldirib keyin yo'lga-da. Bu tom mashinalar sal kamroqmi? Bu yerda unchalik zich emas, mashinalar kamroq. Hamma mashina granitsada shekilli o'chiradilarda. Kemping Oqsaroy. Go'zallik. Mashina kam lekin nimagadir. Akaxonlar ham bizni oldimizga tushib oldi-yu. Ketdi endi. Sekin astalik bilan bosadilar. Mana yana o'sha joy. Hali hamon remont bo'lyapti aytdi. Lekin bitgani yo'q. Haqiqiy односторонний yo'l bitgani yo'q. Biz dalaning ichida yo'l qilib qo'ygan shu yo'ldan ketyapmiz endi. Qachonki asha katta trassa bitadi, keyin bu yo'l bekiladi-da. Bo'lmasa yo'q. Asta-sekinlik bilan yuraveramiz shoshilmasdan. Shoshilmaslik kerak deydi-yu. Endi bu to'xtab olsam endi basku ayb. To'xta endi qirg'izistonlik brat. Shoshilma endi sen. Men sekin astalik bilan o'tib olay sendan. Unchalik ko'p bas-u, lekin bari bekor. Yo'l qurilishi jicha mashaqqatliroq shekilli-da. Biz yo'l qurib ko'rmaganmiz. Bizning soha boshqa. Anchadan beri bu yo'l qurilyapti. Bor yo'lni qaytadan rekonstruksiya qilyapti. Tilimda ham sepib chiqib ketdi. Shu yo'l bitgandan keyin tekis yo'lda yuramiz. Shu yaqin 3 kilometr yo 5 kilometr atrofida bor xolos. Remont bo'layotgan joy. Xudo xohlasa tez fursatlarda yaqin orada bitib qoladi, kutib qolamiz. Bunaqangi dalalarning ichida yurmaslikda bitib qolsa. Qora butoqqa qarab kelyapman. Har yilgi mavsum yana kelishdi boshladi. Chigirtka mavsumi. O'ynani qarayman, dabdalasini chiqarib borib o'ynan. Chigirtkalar pashsha deydi, mana shunaqa narsalar dabdalasi chiqib ketdi o'ynadi. Qora butoqqa qarab kelishdi. Xramtovga kelishdi ham yo'llar dabdalab ketdi. Yo'l mayli kuya. Laboyimizda ham sharab boqib tashadi bu. Pashsha, chigirtka. Sal qorong'i tushganda to'xtab, bemalol joy bo'lsa to'xtab yo'q tozalab olamiz endi. Xohlasa. Endi yo'llar mana yaxshilanyapti. Kech bo'lganida mana Xudo xohlasa O'riski tamojiniga qarab yurdim. Tasqala, Azinki granitsasi bu tarafda 200 metr kam 6 kilometr o'chirib ekan. Mashtagova Uralskiy
12 kilometr o'chiradi ekan. Hop. Jaysan Sagarchin 8 kilometr deyishdi. Bu joyda ham hozir 1 kilometr, 1,5 kilometr deyapti O'riskidagi, lekin O'riski tuzukka o'xshadi, kamroq короче borib. Shu tarafga qarab, eng oxirgi variant ham holat ham. Shu taraf bo'ldi endi, xudo xohlasa. O'riski tamojnaga yetmasdan mana xudo xohlasa chicha qolganda, ozgina qolganda. Keyinda oladigan zapravka bor ekan, shu zondan. Salarkasi kamerada unchalik ko'rinmayapti, lekin yaxshi ekan salarkasi. Har doimgidek baklashkada olib, ko'rib bitta to'ldirib olsam, shu bilan ketaman. Salarka zo'ra, bratan? Salarka qanday? Хороший, отлично. Давай. Холодильник. Bitta to'ldirib olsam, polniy qilib, shu bilan kirib ketaman Rossiyaga qarab. Hamkasblar bular Qozog'istonga o'tishdi. Hozir kelishib qo'yishdi bular. Xudo xohlasa. Endi men ketaman. 1 kilometrcha o'chirib bor deyishyapti. Xudo xohlasa bitta borib o'tib olsam Rossiyada aka.